Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Sizlarni Kitob jamiyat qalbi loyihasi doirasida navbatdagi kitob bilan tanishtiramiz. Jek London, 3 qalb. Jek London hayoti ham sarguzashtlarga to'la edi. U zavodda ishlagan, oltin qidirgan, hatto qaroqchilarning hayotini ham ko'rgan. Shu bois uning asarlarida hayot nafasi bor. Jek London inson qalbini chuqur his eta olgan yozuvchi. 3 qalb uning so'nggi romani. Bu asarda xazina izlovchilar Francis va Henry Morganning sarguzashtlari tasvirlanadi. Ular go'zal Leonsiyaga oshiq bo'lishadi. Muhabbat, ehtiros, mojaro, hammasi shu yerda. Ammo bir narsa o'zgarmaydi. Ularning sof qalbi. Chunki ular muhabbatni hiyla va xiyonatdan ustun qo'yadi. 3 qalb, sarguzasht va muhabbat uyg'unligi.